Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Siz IT Consulting News kanalidasiz va men sizlar bilan Saglihan. Bugungi videoda sizlarga YouTube ga tekin nakrutka qilish haqida o'rgatib o'taman. Bu orqali siz kanalingizga tekin obunachi, like'lar va prosmotrlar yig'ib olishingiz mumkin. Asosiysi videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha tomosha qiling. Va albatta videoni boshlashimdan oldin kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Bu menga motivatsiya va kanal rivoji uchun hissa qo'shadi. Demak, men boshladim. Demak, bizga kerak bo'lgan ilova bu C-Tools deb ataladi. Buni YouTube'da obzori bor, faqat rus tilida bo'lgani uchun o'zbek tilida ham qilishga qaror qildim. Bu ilova orqali siz YouTube kanalingizga prosmotr, like'lar va jonli ko'rishlarni olishingiz mumkin. Demak, ilovani App Store yoki Play Marketdan bemalol yuklab olishingiz mumkin. Ilova bepul. Shunday qilib ilovani o'rnatganingizdan keyin ilovaga kirib, More bo'lma orqali o'zingiz akkauntingizni kiritishingiz kerak bo'ldi. Mana shunaqa, xuddi shunday akkauntni va sizga bitta booster beradi, ya'ni bitta imkoniyat beradi sinab ko'rish uchun prosmotr yig'ishga. Demak, keyin home bo'limiga qaytib, mana shu ko'rib turgan joyingizga o'zingizning kanalingizdagi birorta videoni havolasini nusxalab bu yerga kiritishingiz kerak bo'ldi. Masalan, men hozir sizga ko'rsatib o'taman. Albatta YouTube Studioga kirib, bu yerda kanalingizdagi xohlagan videodan videoni havolasini olib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ozgina sekin ishlayapti internet. Demak, o'zimning hisobimga kiraman, bu boshqa kanal. Xo'sh, bu yerda mana animatsion videolar ham bor, ilmiy videolar ham chiqarib turaman. Demak, bu yerda eng kam prosmotr mana shu shorts videoga kelgan. 8 marta ko'rilgan, bitta like. Demak, buni bitta bosib, havolasini nusxalab olamiz va C-Tools ilovasiga o'tib, mana shu yerda havolani joylashtirib, boost tugmasini bosasiz. Bu yerda avtorizatsiyalanmagan deyapti hozircha. Boshqa videoni olib ko'ramiz. Havolasini buni o'chirib, to'liq o'chiramiz va boshqa birorta to'liq kattaroq videoni, masalan, mana bu animatsion videoni olaman. Havolasini nusxaladim, demak, buni ham ko'chiramiz va bu yerda booster berilsin deyapti. Boost tugmasini bosamiz. Demak, va boosterga topshirildi bu. Bu videoda prosmotr va like'lar, obunachilar yig'ishni ko'rish jarayonini mana shunday, mana shu boost bo'limida ko'rishingiz mumkin. Mana u ketdi. Bu ilova turli xil sayt, ilova yoki boshqa joylarda sizning videoingizni tarqatib yuborib reklama qiladi va sizga 120 ta ko'rish, 20 ta like va 20 ta obunachi olib keladi 20 tagacha. Va bu hozircha 0 jarayonda turibdi. Endi buni bir soat yoki yarim soat oralig'ida kutishga to'g'ri keladi. Sababi qiyin ham bo'lishi mumkin, tez ham bo'lishi mumkin. Gap qanchalik reklamaning tez tarqalishida. Demak, kutamiz. Mana oradan bir necha daqiqa o'tdi va hozir kirib ko'ramiz. O'zi bildirishnomalarim kelgan, 20% bajarildi deb. Xo'sh, endi videoni ko'rsatishlarini YouTube Studioga kirib ko'ramiz. Qancha bo'ldi, nechta obunachi, nechta prosmotr yig'ilibdi. Demak, 522 ta edi, 520 debman, 572 ta edi, 578 ta obunachi va 12 marta ko'rish, 2 ta like kelibdi hali davom etadi bu ko'rsatkich. Xo'sh, mana sekin-sekin kelaveradi va har bir bajarilgandan keyin sizga mana shu yerda bildirishnomalar kelib turadi. Masalan, 20%, 30% shunaqa atrofida bildirishnomalar kelib turadi.
Demak, ilovaga ham o'tib ko'ramiz. Qancha, necha foiz bajarilgan. Mana 25% bajarilibdi. 20 marta ko'rish, 16 ta like, 4 ta obunachi. Mana shunaqa. Siz bir marta ilovani yuklab bo'lganingizdan keyin mana shu yerda mana shu bo'limga o'tib, more bo'limiga o'tib, hisobingizni kirganingizdan keyin sizga bitta booster beradi va siz shundan bir martagina foydalana olasiz. Ya'ni sinab ko'rish uchun. Qolgani esa albatta bu ilovaning premium versiyasini sotib olishingizga to'g'ri keladi. Mana shu yerda premium versiyasi mana 6000 ko'rishlar, 152 soat va 83% chegirma bilan $10 1 sentga xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni 20 ta emas, 30 ta booster sizga berar ekan. Mana shunaqa. Bugungi video shundan iborat edi. Siz IT Consulting News kanalida bo'ldingiz. Keyingi videolar nima haqida bo'lishini albatta kommentariyada yozib qoldiring. Undan keyin ham agar yozmasangizlar, o'zim variantlar topib videom chiqarishni boshlayman. Demak, siz IT Consulting News kanalida bo'ldingiz. Men Said Alixon. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.